Assalomu alaykum. Bu xo'yalarni aparaga o'tkazishni ikkinchi seriyasi. Demak, buni birinchi seriyada aytib o'tdim. Bu qurigan shoxi. Hali yuvintirganim, cho'miltirganim yo'q gullarni. Hozircha shunchaki grunt tuvaydan chiqarib, shundoq solib, chekkasiga grunt solib qo'yganman va aparaga o'radim. Endi bu ikkinchisi. Ostindaptus pictus trebi. Qaranglar, ko'pchilik savol beradi. Ostindaptusimi, filodendronmi bargi maydalashib ketyapti deb. Apora bo'lmasa, barg maydalashib ketadi. Chunki bular tabiatda daraxtga chirmashib o'sadigan gullar. Nima deydi ruschasiga воздушный корниdan ozuqa olishadi. Ko'rdingizlar? Mana bu tuproqni, gruntning ichidagi qanchalik nima bo'lsa ham, foydali minerallarga boy tuproq bo'lsa ham, bu o'sgan sari mana bu nimasidan barglarga yetkazib bera olmaydi ozuqani va natijada bargi maydalashib ketadi. Buni qarab ko'rib turganlaringiz, mana pastdagi barglari maydaroq, tepaga chiqqan sari bargi kattalashib ketyapti. Oldin o'yladim buni kessammikan deb, ikkita apora qilaman, ikkita to'y qilaman deb, keyin qarasam barglari juda chiroyli, katta-katta bo'lib qoldi. Oldin kichkina ochdi, yoyganda kichkina yoyib oldi, keyin turib kattalashdi. Buni ko'rdimda kesish fikridan qaytdim. Endi qaranglar, apora mana shu yergacha kichkina edi, o'sha kelib qolgan edi. Mana hali ham mana mayda. Endi bunga uzaytirdim aporamni. Yana mux va kokosviy chipsni maksimli suvga ezib qo'yib, yarim soat chipslarni suvga to'yintirib, muxni suvga to'yintirib, yaxshilab siqib olib, nam holatda setkani ichini to'ldiraman. Presslab tashlamayman, yengilgina solaman. Keyin mana bu nimalarida mana воздушный tomirlari namlikka qarab o'sadi. Mana bu kokosviy chips va mux ichiga kiradi. Mana bu kiryapti ekan. Kiradi va o'sha yerdan namli ozuqa olib barglariga beradi. Bu bargini yaqinda ozuqali sprey qilib kuydirib qo'ydim. Yana bittasi bor edi, uni ham kuydirib qo'yibman. Katta xato qilib qo'ydim. Bu ozuqaning dozasini ko'paytirib yuborganman. Xullas, endi bunga ustiga to'ldirsam, keyingi chiqadigan barglari ham yana kattalashib ketadi. Keyingi xo'yam, buni esimdan chiqib ketdi. Men ko'p gullarni ismini eslab qolishga usta emasman. Yozib ham qo'yishni yomon ko'raman, nimagadir. Erinaman, to'g'risini aytsam. Mana bu bunaqa aporada kelgandi. Rossayam o'ralib ketgan ekan. Zo'rg'a yechib oldim. Orada bir ikkita barglaridan voz kechishga to'g'ri keldi. Bir ikkita shoxchasini sindirib qo'yishga to'g'ri keldi. Lekin bu xo'yamiz ancha beor, shunaqa tez o'sib ketadi. Hozir mana bo'yi 1 metr 20 santimetrcha bo'ldi apora bilan. Menimcha to'g'ri 1.20 1.30 bo'lib qoldi. Lekin gullash qiyin ekan bu xo'yani, tez o'sar ekan, kam gullar ekan. Endi men tajribamda gaplashgan odamlarim, maslahat olgan odamlarimning gaplariga ko'ra aytayapman-da. Lekin hozir buni bu uchalasini ham chiroyli qilib iliq suvda antistress bilan yuvintirib, hozircha ko'chaga chiqarmayman, uyni ichida saqlayman. Bugun shamol, salqin, xo'ya issiqni yaxshi ko'radi, o'shaning uchun stressga tushib qolmasligi uchun uyni ichida saqlab turaman. Kunlar isigach ko'chaga chiqaraman. Mana bular yangi o'suvlari, bahorda boshlaganlari. Xo'yalarga nima solish shart emas, o'zi
setkani o'ziga ham yaxshi tirmashib o'sadi. Faqat tez cho'miltirib, quritib, tuprog'ini, gruntini yaxshilab quritib turib, keyin dush qilib tursa, xo'yalar uchun o'ta foydali. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga biron nimalar deb ketinglar, yozib. Shunchaki ko'rib tomosha qilib chiqib ketmanglar. Hammangizga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda nasib bo'lsa, xo'yalarni qanday ko'paytirish, qanaqa parvarish qilish haqida ma'lumot beraman. Sog' salomat bo'ling.